أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Qavaidul Asasiyya fi ilmi mustalahil hadith namliq kitob Sayyid Muhammad Alavi Maliki rahimahulloh yozgan. Shu kitobniki biz oldingi darsimizda hadis uchtulik bo'lganligini, hadisning subut bo'lish yoki bo'lmaslik jihatdan uchtulik bo'lganligi, biri sahih, ya'ni biri hasan, yana biri daif deb uchga bo'linganligini, sahih bilan hasan maqbul tarafda, daif mardud tarafda ekanligini so'zlab o'tgan edik. Endi biz oldingi darsda sahihniki shartlarini, sahih qanday bo'lsa sahih bo'lganligini, uning hukmini bayon qilgan edik. Endi bugungi darsimizda bo'lsa hasanni so'zlab o'tamiz. Endi hasan degan al-hasanu lug'atan, ya'ni arab tili nuqtasidan olib aytganda hasan degan ma tashtahihi nafsu. Ya'ni insonning nafsi ishtaha qilgan narsa hasan. Ya'ni chiroyli, yaxshi, go'zal degandek masalan. Insonning nafsi nimani ishtaha qilsa, shu narsadan bo'ladi hasan bo'ladi. Yani Rabbana atina fid dunya hasanah deydi shu. Ey Alloh va fil oxirati hasana. Ey Alloh bizga bu dunyodami hasana ato qilsan, oxiratdami hasana ato qilsan degan gap, ya'ni bu dunyodami biz ko'nglimiz tatgan narsani bersan, oxiratdami ko'nglimiz tatgan narsani bersan degan bo'ldi. Hasana degan gap. Biz ko'ngil tatgan narsa degan gap. Va istilohan amdi istilohdagi ma'nosi esa huwa al-hadithu allazi ittasala sanaduhu bi naqli al-adl allazi qalla dabtuhu an darajati as-sahih. Amdi istilohiy ma'nosi, ya'ni shu mustalahul hadis atalg'usidagi ma'nosi bo'lsa, hasan degan uniki dabt, ya'ni as tutish qobiliyati sahihning darajasidan tuvanroq bo'lgan bir odil muhaddis, odil bo'lgan bir shaxsniki naql qilish bilan sanadi tutashgan hadis. Bir. İkincisi ve khala mine şuzuz bil illa degan shuzuzlikdan va illatdan xoli bo'lgan. Shuzuz degan yani adamul muhalafati al-awthaqa minhu. Yani bu hadisni rivoyat qilgan thiqa ishonchli odamdan mu ishonchliroq bo'lgan yana bir muhaddisga qarama-qarshi kelmaslikdan bo'lish, xoli bo'lish. Shunisi illat, bunda bir illat qadiha. Teşhidin qarasa illat yo'q kerak, ammo obdan tekshirib iz qo'llab tekshirganda illat chiqib qoldigan, bunda illatdan xoli bo'lish kerak. Hasan degan bu. Fashurutuhu 5. Unda bo'lgandan keyin bu hasanning shartlari 5 tur. 5 tane shart bor. Xo'sh. Endi bu 5 shartniki hasan hadisninki hasan deb baholanishninki shartlarining birinchi sharti ittisolus sanad. Sanadi ulashgan bo'lish. Ya'ni bu hadisni rivoyat qilgan ravi bilan payg'ambar alayhisalom uchun bo'lgan shaxslar hammasi, raviylar hammasi, masalan, hadisni rivoyat qilgan ravi o'ziniki rivoyat qilgan shayxini o'z ko'zi bilan ko'rgan bo'lish va quloq bilan anglagan bo'lish. Uning shayxi, hattoki sahoba payg'ambar alayhisalomdan shu bir zamonda yashagan, bir yerda yashagan va quloqda anglagan bo'lish masalan. Bunda ittisol sanad degan bu. Sanad ulunish birinchi sharti. As-sani, ikkinchi sharti bo'lsa adalatul ravi. Raviyning adolati. Raviyning adolati degan raviniki musulmon, aqlli bo'lishi, musulmon bo'lishi, aqli bor bo'lishi. Undan keyin uniki bunda nimadan fosiqlikdan xoli bo'lishi. Fosiqlikdan salomat. Ya'ni birga nachar axloqlardan, ya'ni yurt urf odatda nachar ayb bor ekan, aybli kishi ekan bu deyishdan deb sanaydigan nachar ayblardan nima bo'lishi, ya'ni axloqli bo'lishi kerak. Mana mushundaq kishi deb ataladi, adil deb ataladi hadis bilimiga ko'ra. Mana mushundaq raviyning adil bo'lishi ikkinchi shart. As-salis, uchinchi shart dabtur ravi. Dabtur raviyning as tutish qobiliyati. Ma'da dabt dedi. Hasan dedi, sahih nima degan edi? Tamamud dabt degan edi. Sahih bilan hasanning farqi nima ekan? Dabt va as tutadigan emas, normal. Unutib qolmas shart emas. Bas as tutadigan bo'lish kerak. Azar unutib qolmaydi. Lekin tamomud dabt emas. Tamomud dabt degan qat'iy unutib qolmaydi. Bir yodlaydi, qachon xohlasa so'z deyoladi, xatolashmaydi deyoladi.
Lekin hasanda u shart emas. Yodlaydi, üstün chiqib qolsa, yine yodlasa bo'ladi. Azroq, ya'ni asti chiqadi, biroz tuvan anadi. Höddasi yo'q emas, ham höddasi yodlamaydi emas, yodlaydi, ammo andaqa kuchli emas ham. Asti chiqadi, anda yuqori kuchli emas. Vel muradu en yekuna dabtuhu aqalla min ravi sahih. Yani bu yerdeki murad, bu yerdeki yani bunun asti tutuş kabiliyeti as-sahih'nin ravilerinden tüvenrek. Yani hafifud dabt. Yani asti tutuş kabiliyeti bir az tüven. Yani anda o yukulamaz, katı yukulamaz. Er-rabi'u dördüncüsü huluvuhu mineşşuzuz. Bununki şuzuz, şazlıktan hali buluşu. Şazlık yani depadık yani unudum sehirak bu, işincilik boğan bir raviga qarma qarshi kelmadik. Buni rivoyat qilgan hadisi adamul muhalafati ila al-awthaqi minhu. Undan ishonchliroq bo'lgan bir raviydan kelgan rivoyatga qarma qarshi kelib qolmasligi. Al-khamis ba'zinisi khuluvuhu min al-illa. Yani illatning xoli bo'lish kerak. O'xshaydi. Bu shartlar hammasi shu sahihdagi shartlarga o'xshash. Faqat bir shart o'xshamaydi. O'si nima? Dabt. Yani sahihda tamamud dabt. حسن شو ضبط فعلم بهذا أمد مش يقارن قصيدة بتكين قبل مثلا شو بلندكي حسن نن شرطلري صحيح نن شرطلري أب مخشش فيما عدا الشرط الثالث فقط شن شرط بشقة يعني هو سبب هو ضبط بشقة فإنه شنكي ضبط في الصحيح ده يشترط أن يكون في المرتبة العليا ضبط يعني أسس قابليته أن يقر مرتبة بولشكلك يعني أسس قابليته إنتان يقر بولشكلك يعني بريات غادسة أنت قام يدخل بولشكلك أما في الحسن أما حسن لجودسة فإنه لا يشترط ذلك أنت قام يدخل بولشكلك تماس بل يكتفى بخفة الضبط أسس قابليته أزرق أسس قابليته وصا أزرق أسس قابليته وصا يتدل يكتفي مثلا bunun misali şöyle mesela حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. مش هذا محمد بن عمرو بن علقمة أبي سلمة رواية قلب أبي سلمة أبي هريرة رضي الله عنه رواية قلب الحديث مثلا. فمحمد بن عمرو هذا يعني مشو محمد بن عمرو هذا مشو راوي مشهور بالصدق. يعني رشل قلان مشهور بوغان. رشل قلان مشهور بوغان. وليس في غاية الحفظ. أما يطلش جهته أستش جهته ما أنضغ كشتكمس. Gayet güçlü emas. Pat unutib qoladi, ammo rostchilikda nima mashhur bo'lgan zot. Mana bu shunday masalan. Xo'sh, endi tamam. Hasan hadisini biz tushunib o'tgan bo'ldik. Hasan hadisninki hukmi nima tamam? Buni hukmi nima? Bir hadis Hasan hadis keldi, buning hukmi qanday desa, ya'ni uni amal qilish yoki qilmas jihatga hukmi nima desa, huwa mislu as-sahihi fil ihtijaji wal amali bih. Bu Hasan hadis uni hujjat tutishda va uni amal qilishda sahih hadisga o'xshaydi. Va in kana dunahu fil quvvati. Garchi undan quvvat jihatda, kuch jihatda undan tuvanroq bo'lsa-mu, lekin amal qilish jihati o'xshash. Va lihada amdi bu kuch jihatda sahihdan tuvan bo'lganligi uchun yuqaddamu alayhi as-sahihu inda at-ta'arud. Amdi hasan bir hadis ba hasan, ya'ni bir hadis ba sahih, agar ikkisi qarama-qarshi kelib qolgan chaqda sahih oldi qo'yiladi. Ya'ni sahihga amal qilinadi, hasanga amal qilinmaydi. Ammo qarama qarshi kelgan joyda joyga o'xshash amal qilinaveradi, o'xshash amal qilinadi. Nimishqa sahih oldi qo'yiladi? Li'annahu a'la minhu rutbatan. Chunki sahih hadis hasan hadisdan martaba jihatda oliroq. Endi idil hasan chunki hasan hadis qasurat rijaluhu an rijalis sahih. Hasan hadisniki rivoyat qilgan erlari sahih hadisniki rivoyat qilgan erlardan fil hifz yatlash jihatda va dabt va astutish qobiliyati jihatda nima tuvanroq bo'lib qoldi. Ammo rijalus sahih, ammo sahihning erlari bo'lsa, fahum fi g'oyatil hifz va dabt. Yani sahih hadisniki erlari raviylari bo'lsa, erlar degandan raviy degan murod, er kishi degan murod emas. Odamlari raviylar degan gap. Ayol kishi olsun bo'laverdi. Oysiz radhiyallohu anhu ham bo'laverdi masalan. Ammo sahihning raviylari bo'lsa, odamlari ular fi g'oyatil hifz va dabt degan intayin yatlash kuchimi intayin yuqori bir qatim aniq yodlaydigan va dabt astutish qobiliyatimi intayin yuqori, ya'ni bir yodlaganni unutib qolmaydigan mujda darajadadir deydi. Xo'sh, endi ad-daif ya'ni ojiz. Daif hadis degan nima? Ad-daifu lughatan. Daif deganimiz lug'atda, ya'ni arab tili nuqtasini olib aytganda
Bu nimadan chiqqan bu? Meni da'f degan masdardan yoki du'f. Dotning pash harakati bilan yoki zibr bilan yoki du'f yoki da'f. O'xshash ma'noda. Du'f bo'lsa-mu, da'f bo'lsa-mu nima degani bo'ladi? Yani ojiz bo'lish, ojizlik. Yani bo'lsa diddul quvva. Yani kuchlik bo'lish yoki kuchliklik deganning qarama-qarshisi. Yani ojizlik yoki ojiz bo'lish degan. Ama da'if bo'lib qolsa, dotniki kasrishda o'chaqda ma'no nima? Onda olmaydi. O'chaqda mudaafa, ya'ni kathir. Bir narsaning ko'pligi, hassa deganni bildiradi. Endi vastilahan istilohiy ma'nosi, ya'ni o'sha hadis usul hadis usulchilarniki istilohidagi atalg'usidagi ma'nosi bo'lsa, huval hadithullazi lam tajtami' fihi sifatus sahihi va la sifatul hasan. Daif degan qanday hadis desa, u bo'lsa, buningda na sahih hadisniki sifatlari jamlashmagan, na hasan hadisniki sifatlari nima jam bo'lmagan. Hadis nima bo'ladi? Daif. Demak, buningda nima, buni ravisi nima emas? Adil emas. Buna ittisol sanad ulanmagan. Ravilar adil emas. Undan keyin bu shaz, ya'ni sayyid istal qarama-qarshi kelib qolgan shaz. Undan keyin bunda nima illat bor. Undan keyin buni dabit, ya'ni buni ravilarning asl tush qobiliyati nima emas? Yuqori emas, ya'ni demak. Ya hasan nisbat topmaydigan yoki sahiy nisbat topmaydigan hadis nima ataladi? Daif deb ataladi. Xo'sh, buning misoli. Va yuqalu lahu mardud. Bunga mardud deyiladi. Endi hadis ikki xil dedik-ku. Biri maqbul, ya'ni biri mardud. Maqbul degan hasan bilan sahih bilan hasan maqbul babidan. Maqbul deganimiz, ya'ni buning hukmi nima? Bunga amal qilindi. Ya'ni buni shariat hukmlariga hujjat qilishga, dalil isbot qilishga bo'ladi va bunga amal qilish vojib. Ammo nima uchun daif hadisga shariat hukmlariga kelganda rad qilinadi. Shariat hukmlariga kelganda rad qilinadi, ammo fadail amal masalan, fazilatli amallar babida bo'lsa, buni qabul qilinadi. Shartlar bilan, shu qancha shartlar bor. Ammo shariat ahkomi kelganda shu rad qilinadi. Mardud degani. Xo'sh. Endi bu daif hadisning misoli, bu qanday daif hadis ularga deb qolsanglar deb o'tadi. Masalan, hadis أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taharet aldı ve paypaqning üstüge mesih qildi degan hadis. Bu hadis nima? Bu Abu Davud rivoyat qilgan hadis. Fahada daifun. Bu hadis daifdir. Nimishqa? Nima sababdan desa, li'annahu yurwa an Abi Qays al-Awdi ve huwa daif. Bu hadis Abi Qays al-Awdi degan bir kishidan rivoyat qilingan hadis bu. Ve huwa Abi Qays al-Awdi degan kishi daif. Yani thiqa emas, ishonchli emas. Yani ravinin içinde işencelik bo'lmagan adamdan bir sabab edi. Shu sababdan bu hadis nima? Daif. Shu sababdan ahli sunnat va jamoat ulamolari nima paypoq qilmaslik qilishni nima qilmagan? Joiz emas deyishgan. Ammo masiga, o'tikka, masalan, al-mashu ala al-khuffayn yajuz, masalan, al-mashu ala al-jawrab al-thaqil, masalan, yo'l minish mumkin bo'ladigan, xurumdan tikilgan masi bo'lsa, masi deb qo'yamiz. Bularga masi qilish joiz bo'ladi o'takning hukmiga, ya'ni o'takning hukmiga kiradigan narsalarga masi qilish joiz. Ammo bunda paypoqchi desa, buni rivoyat qilgan ravisi ojiz bo'lganligi uchun bu hadisga shariat ahkomlarida amal qilinmaydi. Agar bu taqvolik babida yoki fadail amal babida bo'lgan bo'lsa, amal qilinadi tabiiyki. Endi aqsamuhu. Daif bir qancha qismi bilinadi. Buning qismlari qancha qism desa, ixtalafa al-ulama fi taqsimihi. Daif hadisni bölüşte, qismlarga ayirishda olimlar, hadis ulamolari ixtiloflashdi. Har xil ko'z qarashlar bo'ldi. Fa'awsalahu ba'dhum ila 81. Ba'zilari 81 qismga ilib bordi. 81 qismga bordi daifning qismlarini. Va ba'dhum ila 49. Ba'zilari 49 qismga bordi. Ba'zi ila 42, yani 42 qismga bordi. Daif hadisning qismlarini. Walakinna kull hadhihi taqsimat la tufidu ta'ilan. Ammo bu qismlarning hammasi la tufidu ta'ilan, bizga bir foydani bermaydi. Bizga bir foyda bermaydi. Faqat qala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah bu vaqtda mundaq degan edi. Inna zalika ta'abun va laysa wara'ahu arabun.
Yani bu şu dayıpniki kısımlarını sanap 91'ge 81'ge 49'a 42'ge apırışının üzü taab degen bir japa çekkenlik, üzünü hardırıp g'erib alganlık, japa tatıp alganlıktır. Ve leysa varaahu arabun. Onun aksida biz ihtiyaç bolgan bir murat mutlaa yok. Yani Arap degan gap hajat degan gap, yani uni ahirida biz ihtiyaç bolgan, bizning ehtiyojimiz tushgan narsa yo'q. Ashunda ayrab turib dayıpның işidən birazcık amal qılıb bulamdı, şeriat ahkamlarına hüccət qılış bulamdı sizlər. Ne faydası? على أن هؤلاء الذين اختلفوا في تقسيمه لم يسموا لنا من أنواعه إلا قليلا. Onu üstüge على أن degan, onu üstüge muşu dayıp hadislerini kısımlarga ayrıştı, ihtilaflaşkan muşu kişiler lem yusemmu lana min enva'ihi illa qalilan. Şu zayıf hadisindeki türlerin bizge fakat az bir kısımdan depadi. 81 apağalla aynı 10 niyet az bir kısmını depadi. 81'in birini depamedi. Şunun için birini depamaganlik üçün bunu biz qilmaymiz, yani bu işencelemez. Ve lem yukhassisu li kulli halatin min halati da'f ismen muayyanan. Diyen da'f hadisindeki daif halatlarının, acizlik, daif hadisinin daiflik halatlarının, acizlik halatlarının her bir halatga muayyen bir isimni biz tahsis qilib xoslab bermedi, xoslashtirib bermedi. Shuning uchun bunda japa tatqanning foydasi yo'q. Daif dedik xolos. Deydi, lekin muhaddislar ichida buni ayirganlar bor. Daifun cidden de. Tabii ki bunu kim ayırıyordu bunu? Normal derecede, ismi ba derecede tıppa çıkıya tekken derecede ayırıyordu. Degan 81 deb onda cevap bulatkanın faydası yok. Hoş, emdi hukmu ad-daif. Daif hadisinin hükmü nime? Bunun şeriatdeki hükmü nime dese? El-hadithu d-daifu la yecuzul ihticacu bihi fil aqaidi vel ahkam. Daif hadis, o daif hadis bilen akidelerde ve ahkam, şeriat ahkamlarında hüccet kılış, onu delil pakit kılış caiz bulunmaydı. Hükümmüş. Ve yecuzul amelu bihi fil fedaili ve tergibi ve terhibi ve zikril menakibi bi şurutin mufassalatin fi mevadi'iha. Ama bu daif hadislerge fazilet, yani faziletlik amellerde bunda bir Sure İhlas'ını 3 okusa Kur'an'da bir tamam kanı sahibi oldu dedik mesela. Sure Yasin'de bir okusa bunda sevap bulundu, Sure Ali İmran'da okusa bunda sevap bulundu degandek. Mesela Beydavi, tefsir Beydavi'da, Beydavi degan tefsirde her bir sure ahırga bu sure okusa bunda sevap bulundu deb daif hadislarni keltirib qo'ygan. Bunda sevap bulundu deb. Yani bu shunda fazilat jihatlar, fazoil amalda ve terhib boshqalarni islom diniga taat ibodatga qiziqtirishda ve terhib boshqalarni do'zaxdan yomon ishlardan qo'rqitishda ve zikrul menaqib degan sahabalarning, mesela Peygamberning tarihi, sahabalarning, tabi'inlarningki fazilat manqabatlarini zikr qilishda, mesela zaif hadislar kelib qolib qolsa, buni tilga olsa buludu, so'zlisi buludu. Bi shurutin mufassalatin fi mavadi'iha degan o'z o'rnida tafsili bayon qilinadi, shartlari bor, shartlar bilan. Uni xuddi nimaga sahih hadisda o'xshash, hasan hadisda o'xshash darajada xuddi bu amal qilmasang tuzoqqa kirsan vojib degandek darajada emas. Yani buniki nima ekanligini, daif hadis ekanligini eskartib qo'yish bilan birga so'zlisi bo'ladi. Shartlari tuvandamiz chiqadi inshaalloh. Kelganda oxir davona alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu taala va sallama ala xayri xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar